akamlarni ko'rib qoldik ko'chada. Rasm tushmoqchimiz endi. Turinglar. Kim olib qo'yadi? Dilorom opa? Men olib qo'yib beringlar telefoninglarni. Voy, manammi? Ha. Kimda? Men o'zimda olib sizlarga tashlab boraman bo'lmasa. Chaka, biz Ra'noxon. Ikkita bolam bilan jonim uylarga keldik. Jonim? Endi aboylarni ko'ryaptimi? Ko'zim aboy ko'ryapti. Aboylarni zo'rini qo'ygan ekansizlar. Anaqa shirin ovqatli qilib qo'yibman. Kelin jonim. Arkadaşım. Asiya xonim. Ezzalim. Shu ovqatlarni yeb olamiz. O такой ресторан. Restoranskiy ovqatlar. Приятного аппетита. Oshpaz keladi. Keyin oshpazda. Ham ana salon krasotiri sochimiz chiroyli qilib qo'yadi. O'rib qo'ydi. Молодец. Papa. Aboy tanlash azob ekan. O'zi hamma narsa tanlash azob ekan. Xullas biza nima desam, hojatxonada tanladik, oldik. Keyin shkop tanladik. Nima desam, oynali bo'ladi-yu shunaqadan. Firmaning eng zo'rlaridan tanladik. Bu yerda aboylar tanlash ketyapti. Qaynona-qaynatam niyat qilamiz biz bilan yashashsin deb, endi kelib ketishadi baribir. O'zlarining uylari bor, baribir anaqa-yu, no, kelib ketib yurishganda ham o'zlarining xonalari bo'lsin deb mana masha aboy tanladik. Juda chiroyli, o'zimga yoqdi. Xo'p, o'zimizga bo'lsa, ma'mini tanlamoqchi edik, kam ekan. Keyin mana ma'mini tanladik va pishi qimmat ekan. Mana ma'mun. Rossiya qut. Mayli, qimmat bo'lsa ham olamiz dedik. No, adasi ol dedilar, meni fikrim o'zgarib qoldi bitta. Ma'mini tanlab olamiz. Osmonni qaranglar. Voy! Zo'ra Ra'no. Gulrayhon. Zo'rga. Wow, asal. Oh my god. Oh my god, chiroy. Yosh chiqib ketdi Ra'no. Ana chiroyli. Chiroyli. Labinda bo'ling, asalde, tilingda so'zing g'azalde. Labinda bo'ling, asalde, tilingda so'zing g'azalde. Kuzini bo'ling halole, joningda bo'ling silole. Kuzini bo'ling halole, joningda bo'ling silole. Joningda bo'ling silole. Shpiyonlar haqida. Shpiyonlar haqida gaplashib o'tiribmiz mana o'quvchilarimiz bilan birga. Lag'monxo'rlikka keldik. Qo'ymasdan mana olib keldilar Dilorom opa. O'zlarining mehmonlarini qilib. Ana, xuddi o'z mehmonlaringizni olib kelgandek, ana hayajonlanib, olinglar, kelinglar qilib o'tiribsiz Dilorom opa. Chunki sizlar men boshlab keldim. Mazza qilib, hozir yeb olamiz. Olinglar, osh bo'lsin. Xotam o'taydi. Shuda, ancha narsa o'rganamiz. Siz ta'mini bir tatib ko'ring, shunaqa zo'r ta'mi. Ana bo'lmasa. Masalan, men ovqat O'zlari pishirgan. Gapingizga ishonib mana. Ana sizlarga tayyor reklama ketyapti. bitta tatib ko'ring, keyin aytasiz. Ana. O'g'lim taniydilar o'zi. Shunday nima o'zi to'kida sochlari ham. Qoyilamiz. Xizmatda bu. Rahmat. Baraka toping, rahmat ana. Osh bo'lsin bizga. Azizlarim, kunduzi bilan ishxonadaman, tinimsiz bitta ish protsessi yaqinda bitiruv. Qizlarimizni qo'l mehnatida ham tikishyapti, chiroyli korsetlar, baskalar, eng trendiy bo'lgan liboslarni modellashtirib tikishyapti. Noldan kelgan o'quvchilarimiz juda katta natija qilishyapti. Bundan juda ham xursandman. Xoslik bittasini ko'rsataman, lekin sizlarni ko'rsatmayman. Hijobda bor deb bitta qizlar. Qaranglar, hozir yaqinlashdi. Ana mana shu kashtachilikni chiroyli qilib Mamutga tikishyapti. Ko'rsatmayman, Fatima o'tirib. Bittalab tikishyapti, qaranglar. Hali xudo xolisa tez bitirib, dushanba kuni bitiruvga tayyorlashadi. Bu yerda ham rosa qizlar ko'p. Bu yerda ham tikishyapti. Bu yerda qizlar уже qochib ketishdi, chunki hijobda qizlarimiz. Xudo xolisa natijalarni bo'lishamaslar bilan bugun bo'lsa kechki payt gala konsert Xalqlar do'stligi san'at saroyida. Kelinglar, ham chiqamiz. Juda ko'p san'atkorlar chiqadi va biz ham chiqamiz. Shuning uchun kelinglar, bu zo'r bo'ladi. Ali opa, keling bugun Xalqlar do'stligiga, xudo xolisa. Konsertimiz. Fotimaxon.
Yo'q, o'zi emasda, gala konsert. Qali charchamayapsizmi Ali opa? Charchamay. Qizlarimiz qilay shunaqa.